Oppa, bugun skrat malikasi bo'lib, mana shunaqa krasavitsa oyoq kiyimlarimizni sizlarga skidka qilib bermoqchiman. Devshonki, qanaqa gapiryapman, anaqa Pinterestga qizga o'xshab gapiryapman, voy tavba qildim. Chunki men rozvoy, mana bunaqa голубой ranglari kelibdi deb, voy голубой, yangi shizlavar chiqib ketdi mendan. 49 mingga skidka qilib bermoqchiman. Nima deysizlar? Olib ketaverasiz. To'xtang. Andijonga jo'natdingizmi buni? Hali ketmabdi. Men boshimga balo bo'ldi bila bora. Toshkentga kelib, Andijonga jo'natdingizmi deydi. Bitta videoda yomonlab o'tiribdi. Andijonga tovarlar kelmayapti. Deydi menga qarab 49 mingga chiqardim. Hozir kirib keldim. Maylimi? Obzor qiliki. Andijonga ham tezroq jo'natdi. 49 da biz ham skidka qilib qo'yaylik. Faqat Toshkentga qila olmaymiz-ku. Bilmayman, 12 ta filial ochsam nima qilar ekanman? 12 ta tepamni tursa kerak, ajdarhoga o'xshab. Andijonga chiqaryapsizmi? Andijonga chiqaryapsizmi? Hamda andijonlik qizlarimiz kutyapsizlar-da, to'g'rimi? O'rtoqlar men bilan qaranglar, qorasini qaranglar. Qanaqa asal turishini. Voy asalmidi, nima edi? Uy asal. 12 ta viloyatga Andijonga ham chiqazib berar ekanmiz. 49 mingga arziydimi o'zi? Yangi kirib keldi, yangi model orqalarini qarang. Vashshi, hech narsa qilmaydi, qarang, mana qarang. Ko'ryapsizmi? Men sifatini ko'ryapsizmi? Vobshe zo'r 36 dan 40 gacha razmerlari ham bor o'rtoqlar. Bas, Qizlarjonlar Qizlarjonlar Andijon filialimizga ham yetib boradi, xudo xolasa. Erta indin kelib bemalol shu oyoq kiyimlarimizni olib ketsalar bo'ladi. Narxlar aytib aytib o'tganda atiga 49 erta indin emas, bugun kechki payt sразу sizlarni ham qo'shib furaga qo'shib chiqazib dastavka qilib Andijonlik mashinani hammasi 49 ming olib turasiz, 12 viloyatga dastavkalarimiz ham ishlaydi aytmoqchi. Tashlanglar.